Men bundan shikoyat qilib kelgandim, nafas ola olmasdim. Instagramdan tarqalgan videolarni ko'rib murojaat qilib kelgandim. Kelganimda men nafas olish bo'lmas edi, hid bilinmas edi, burunlar ishlamas edi. Ko'rib operatsiya qilib berdilar. 1 oy bo'ldi hozir mana. Xudoga shukr zo'r, nafas olishlari ancha yaxshi, hid bilishlar o'ta zo'r. Zo'r. Oldin sezmas edi hidlarni. Umuman sezmasdan keyin uxlaganda ham qiynalib og'izni ochib, uxladi. Hozir esa uyqulari ham zo'r. 1 oy davomida bunda hattoki tomchi ham yo'q hozir. Oldin o'sha suv oqib, ularni nafasi olib bo'lmasdi. Hozir yaxshi hammasi. Bosh og'ruvlar yo'q. Umuman yo'q. Nafas olishlar yaxshi. Glamiz hid bilish tiklandi. Ko'pchilikda tiklanmaydi hid bilish. Chunki uzoq muddat yurib qo'yishadi-da, hid bilish nervlari o'lib qolgan bo'lsa, operatsiyadan keyin ham tiklanish qiyin bo'ladi. Sizni baxtsiz bor ekan, mana hid bilishlar zo'r bo'lib ketdi, xudo xolasa. Xudoga shukr zo'r. Sizga katta rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Kimdan kim burunlardan shikoyat qilsa, kesin deymiz. Mana nafas olishlar zo'r. Bunaqa bo'ladi o'ylamadik, biz kutgandan ham zo'r chiqdi. Juda ham katta operatsiyani boshdan kechirgan bemorimizning 1 oylik ajoyib natijalari. Bemorimiz Farg'ona viloyatidan bizga murojaat qilib kelganlar. Kelganda burunlari to'liq o'smaydi, umuman nafas ola olmas edilar.